Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida 4-mikrorayonda 4-dahada 4 qavatli domimizning 3-qavatida 2 xonalar alohida akkuratniy holda avtodorojniy o'tgan yerda Shpametnikning yanında kvartiramiz sotuvga chiqdi. Birgalikda tanishib o'tamiz yurtdoshlar. Oyoqtemiz pol, garaj prixожий qismimiz bo'ladi. Hojatxona, vannasi отдельный, bu yoqda zal, kuxnya, balkon, 2 metr 6 metrlik, bu yon tarafimizda spalnis. Devorlarimiz fonda, akkuratniy holda yurtdoshlar. Oyoq temiz 100% pol ekan. Ko'rib turganingizdek akkuratniy. Sanuzellari kafeldan chiqqan. Vanna xonasi. Suv, gaz, svet, maktab bog'chalardan muammo yo'q. Bu yerimiz kuxnya. Bu yerda kuxnya mebel qoladi, restoran qoladi, gaz plita qoladi. Bu yerimiz 2 metr 6 metrlik veranda. Tapchan etib qo'yibdilar, banka-sanka qo'yadi deb, bu yerni o'tiradigan beslar qo'yibdi. Oynalari almashgan. Plastikka. Kotyolni ega. Yurtdoshlar, narxini keladigan bo'lsak 390 million so'm. Sargina ustida xayrlar qaytiladi. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omat.